Bu hodisa tijoratchi bilan sodir bo'lgan. 2 qavatli do'konning 2-qavatini o'ziga ishxona qilib, hisob-kitob ishlarini o'sha yerda olib borardi. Bir kuni do'kon oldida 2 kishi o'zaro janjallashib qoldi. Haligi tijoratchi 2-qavatda hujjat ishlari bilan band edi. Tashqaridagi shovqindan bezovtalanib, derazadan boshini chiqargan edi. 2 yosh yigit urushayotganini ko'rdi. Ulardan biri toshni qo'liga olib, sherigini urmoqchi bo'lib otgan edi. Haligi tosh 2-qavatdan boshini chiqarib turgan tijoratchiga kelib tegdi. O'sha zahoti tijoratchi hushidan ketib, 2-qavatdan yerga tushdi. Uni zudlik bilan shifoxonaga olib borishdi. Tijoratdagi sherigi ko'zida yosh bilan bir olimning oldiga borib, "Do'stim hech qanday gunohsiz bir hodisa qurboni bo'ldi" deb bo'lgan voqeani aytib berdi va norozi ohangda, "Qani Allohning adolati? Begunoh odamni ham shuncha qiynaydimi?" dedi. Olim unga, "O'g'lim, Allohga nisbatan zulm sifatini ishlatmang. Siz hodisaning bir holatini ko'rdingiz. Siz bilmagan 2 holati ham bo'lishi kerak. Alloh aslo bandasiga zulm qilmaydi" deb unga nasihat qildi. Oradan bir necha kun o'tib, olimning oldiga bir kishi kelib, "Taqsir, bir qo'shnimiz bor. Tijorat bilan shug'ullanadi. Yaqinda do'konning 2-qavatidan behush holda yiqilib, butun umrga nogiron bo'lib qoldi. Aslida bu mudhish voqeadan oldin akasining 2 yetim bolasi balog'atga yetib, otalari qoldirgan pulni undan so'raganda, u jiyanlariga arzimagan pul bergan. Ular, "Amakijon, dadamiz ulg'aysa bolalarimga berasan degan pulni bering" desa ham, ularning iltimosiga parvo qilmay, "Bilganlaringni qil" degan. Natijada Alloh uni jazoladi dedi. Demak, gunohkorlarga nisbatan Allohning 2 joriy qilgan qonuni bu bandasiga zulm qilmasdan qilgan gunohiga yarasha jazolash ekan.